Assalomu alaykum yurtimizning sevimli, qadrli va aziz insonlari. Yana bir fayzli tongni qarshi oldik. Kimdir shosha-pisha ishga otlanayotgandir. Yana kimdir nonushta qilish taraddudida. Boshqa biringiz esa dam olmoqchidirsiz balki. Bugun uyg'ondingizmi? Demak, tiriksiz. Shukrona qiling. Demak, bu kunni, umuman hayotingizni o'zgacha o'tkazish uchun yana bir imkoniyat berilmoqda. Shoshmang. Har bir ondan zavqlaning. Atrofdagilardan iliq so'zingiz, tabassumingiz, samimiylikni, yaqinlaringizdan esa mehringizni ayamang. Go'zal tong barakasi kun davomida barchamizga hamroh bo'lsin. Sevimli shahrimizda esa faqatgina yaxshi xabarlar ko'payaversin.